Assalomu alaykum qadrli G'ijduvon Chorva kanalining obunachilari. Mana bugun G'ijduvon tumani Qatag'an qishlog'i Kamol akaning fermalariga keldik. Kamol aka 12 ta qo'nojin bo'ylagan ekanlar mana. Hammasini gavdasi katta qo'nojin. Bola tug'magan qo'nojin. Gavdasi katta, yeb ichishlari zo'r mana. Hozir o't beribdilar mana. Bugun har hafta juma kuni yem bermay ekanlar. Sababi ichi toza bo'lish uchun. Ichi toza bo'ladi dedilar. Endi ertadan boshlaymiz yem berishni dedilar. Yana ham har hafta bir kun shunday qilar ekanlar. Hozir orqalarini o'tib ko'rsataman. Molxonacha juda ajoyib qurilgan. Dar 2 3 4 5 ta fortishkasi bu. Bemalol havo aylanadi. Mana. Ana bu yerda nurusini tushirarlar, keyin tortarlar arava bilan. Mana. Mollar ham juda zo'r. Kitlik mollar orqalari zo'r. U bir 4 ta 5 tasi shu tayyor bo'lib qolgan mana. Havas qilganlar bitta like-ni bosib, kommentariyaga fikringizni qoldiring. Podpiska knopkasini ham bosing. Mana. Joyi salqin. $1,200,000 so'mdan olingan har bittasi quyuq suyuq. 1,200,000 dan hozir agar tushirishga qassob so'rab o'tiribdi. 100,000 dan bersalar ham 150 tadan kam qilmaydi. Eng maydasi 150 kilo keladi-da, eng maydasi. Mana. 2 oy bo'lib tug'anlarga 2 oy.